Assalomu alaykum. Barchangizga xayrli tong, xayrli kun va xayrli tun. Yaxshimisizlar? Yangi ma'lumotlarni o'rganishlikka tayyormisizlar? Bugun sizlar bilan biz 9-sinfda 11 va 13 paragraflarni o'tamiz. Ya'ni bu paragraflarda nimalarni ko'ramiz desa, evkariot hujayra qanaqangi tuzilishga ega? Uning 3 ta asosiy qismi nimalardan iborat? Sitoplazma va membranali organoidlar, membranasiz organoidlar qanday? O'zi organoid bu nima? Mana shularni to'liq ko'rib chiqamiz aynan ushbu slaydimizda. Qani bo'lmasam ketdik. Hop, evkariot hujayralar va ularning shakllari. Evkariot o'zi haqiqiy karyon yadro degan ma'noni bildirardi. Aynan 5-sinfimizda ham aytib o'tganmiz. Evkariotlar bu haqiqiy yadroga ega bo'lgan hujayrali organizmlar hisoblanadi. Va bularga kimlar kiradi desa, zamburug'lar, o'simliklar, hayvonlar va protoktistalar. Protoktistalar yangi 7-sinf kitobida berilgan. Sodda hayvonlar degani. Hop, ularning shakllari yumaloq bo'lishi mumkin. Tuxum, ya'ni hujayrasini shaklida. Tuxum ham bitta hujayra. Yulduzsimon bo'lishi mumkin. Biriktiruvchi to'qima hujayralari yoki nerv to'qimasi, o'simtasimon bo'lishi mumkin yoki amyobasimon bo'lishi mumkin, leykositlar. Mana shu holatda har xil shaklga ega va har xil kattalikka ham ega. Asosan 10 mikrometrdan 100 mikrometrgacha bo'ladi hujayraning kattaligi. 1 mikrometrimiz bu 0,1000dan 1 millimetrga teng. Bilib olyapsizlar. Eng katta hujayra bu tuyaqushning tuxumi 100 grammdan 1,5 kilogacha bo'ladi. Biz 7-sinfda tanishib chiqqan tuyaqush tuxumining og'irligi 1400 gramm edi. Yaxshilab eslasanglar, 7 ta 9 ta tuxum qo'yadi, 1400 gramm deb turib aytib o'tib ketilgan. Og'irliklari eng yengillarida eritrosit qizil qon tanachalari bo'lib, 10 usti -9 darajaga ega. Ya'ni -9 degani oldi tomonda 9 ta noli bor degani. Mana 9 ta noldan keyin 1. Mana shuncha grammga teng. Aynan eritrositni hujayrasi og'irligi. Keyingisi plazmatik membrana va hujayra qobig'lari. Hayvon hujayrasi qobig'i juda ham yupqa va elastik bo'ladi. Shuning uchun tayanch vazifasini bajara olmaydi. Mana shu teri. O'simlik hujayrasi. U sellyulozadan iborat bo'ladi. Qobig'i qalin bo'ladi. U tayanch vazifasini bajaradi. O'simlikka qattiqlik, mustahkamlik berib turadi. Bunisi. Zamburug' hujayrasi esa xitinsimon moddadan tashkil topgan bo'ladi. Sellyulozadan emas, xitinsimon moddadan. Lekin sellyuloza ham, xitinsimon modda ham bu aynan uglevodni polimeri hisoblanadi. Uglevodlarni. Membrana transporti. Membrana bu qobiq, plazmatik membrana, unda moddalar transport bo'ladi. Ya'ni hujayra qobig'idan ichkariga, hujayra ichiga moddalar o'tadi yoki hujayra ichidagi moddalar hujayraning tashqarisiga chiqib ketadi. Bu ikki xil deyiladi. Endositoz va egzositoz. Endositoz hujayraning tashqarisidan ichkariga modda kirishi. Egzositoz esa hujayraning ichidan tashqariga moddalarni chiqarib yuborishligi. Endi bu endositoz quyida berilgan 3 xil holatda bo'ladi. Faol transport holatda yoki passiv transport holatda bo'ladi. Faol transport holatda ATF energiyasi sarflanadi. ATF energiyasi sarflanishi hisobiga bu yerda hujayraning tashqarisidan ichkarisiga moddalar o'tadi. Va yana moddalar o'tishligi fagositoz va pinostitoz holatda ham bo'ladi. Fagositoz bu qattiq, kattaroq zarrachalarni hujayra tashqarisidan ichkarisiga yutish. Ya'ni hujayra qobig'i bilan o'rab oladi-da, uni fagositoz, ya'ni yeydi. Fageo yemoq degani. Pinostitoz esa maydaroq, suyuq moddalar hujayradan sizirilib o'tadi. Ya'ni bu yerda pinostitoz, pino ichmoq degan ma'noda bildiradi. Ichkarisiga olib kiradi. Fagositoz qiladigan hujayralarga bu amyoba va leykositlardan misol qilsak bo'ladi. Leykosit bizning immun tanachalarimiz, qonimiz ichida bo'ladi. Sitoplazmada organoidlar tasnifi. Sitoplazmada ikki xil organoidlar bo'ladi. Umumiy organoidlar bo'ladi va xususiy organoidlar bo'ladi. Umumiy organoidlar aynan evkariot hujayralarning barida bor bo'lgan organoidlar. Qaysilar desa, mitoxondriya, Golgi, ribosoma, endoplazmatik tur, lizosoma, plastidalar va hujayra markazlari evkariot hujayralarining barida bor.
Endi xususiylari. Ayrim evkaryotlarda uchrab, qolganlarida uchramaydigan organoidlar. Kiprikchalar faqat infuzoriyalarda bo'ladi. Xifchinlar evglenada bo'ladi yoki spermatozoidlarda bo'ladi. Tonofibrillalar epiteliy to'qima hujayralariga mansub. Neurofibrillalar esa nerv hujayralarida bo'ladigan o'simtalar hisoblanadi, aynan xususiy organoidlarda. Keyingi ma'lumotlarimiz bu yerda o'simlik hujayrasi va hayvon hujayrasini tuzilishligi. Ko'rsak, o'simlik hujayrasini qobig'i haqiqatda qalin va ma'lum bir shaklga ega bo'lib turibdi. Hayvon hujayrasida ham ma'lum bir shakli bor, lekin bu yerda qobig'i qalin emas, elastik, yupqa. Shuning uchun mana hamma tomoni bir xilda. Endi hujayra ichki organoidlardan umumiy organoidlarda endoplazmatik to'r. Endoplazmatik to'r o'zining ichida ikkiga bo'linadi. Silliq endoplazmatik to'r va donador endoplazmatik to'rga bo'linadi. Silliq endoplazmatik to'r bunga nimalar amalga oshadi desa, o'zi hujayrani ichki transporti hisoblanadi bu endoplazmatik to'r. Bunda lipidlar, ya'ni yog'lar yoki uglevodlar sintez bo'ladi. Va bu sintez bo'lganligi qaylarda to'planadi desa, yog' bezlarida to'planadi, jigarda glikogen sifatida to'planadi, muskul hujayralarida to'planadi. Aynan mana shu sintez bo'lgan mahsulotlar. Yana donador endoplazmatik to'r deb nimaga aytiladi desa, endoplazmatik to'rni ustiga ribosomalar o'tirgan bo'ladi-da, ya'ni qobig'iga, endoplazmatik to'rni qobig'ida ko'plab ribosomalar joylashgan bo'ladi. Ribosomalar uni donador qilib ko'rsatadi. Bunda asosan ribosoma hisobiga oqsil sintezi amalga oshadi va uni kanallar orqali tashiladi. Endoplazmatik to'r o'zi hujayrani ichki transporti deb aytdik va bu endoplazmatik to'r hujayrani ichini 30-50% tashkil etadi bitta o'zi. Ribosomalar ribosomalarning kattaligi 15 dan 35 nanometrgacha bo'ladi. 15 dan 35 nanometrgacha bo'ladi. Bu teskari qorbobo shaklida, pastida kichkina bo'ladi va tepasida katta o'zini shakli bo'ladi-da, tuzilma bo'ladi. Ikki bo'lakdan iborat, yassitanacha. RNK va oqsil sintezi amalga oshadi aynan ribosomada. Ribosoma o'zi qaydan sintezlanadi desa, yadrodan sintezlanadi. Yadroni ichida yadrochalar bor. Ana shu yadrochalardan sintez bo'ladi aynan ribosoma. Ribosomalarda ko'plabi birgalikda joylashgan bo'lsa, u poliribosoma deb ataladi. Golgi majmuasi birinchi bor nerv hujayrasidan topilgan organoid hisoblanadi. Golgi degan olim nomiga qo'yilgan. Tuzilishi endi yadro atrofida to'p-to'p joylashgan bo'ladi. Ya'ni 5-10 tadan joylashgan bo'ladi aynan Golgi majmuasi va sistenalar va kanalchalardan tashkil topgan Golgi majmuasi. Hop, bunda nimalar bo'ladi desa, aynan endoplazmatik to'rda hosil bo'lgan oqsil, yog', uglevodlar Golgi majmuasiga tashlanadi va Golgi majmuasida u qadoqlanadi desak bo'ladi. Ya'ni Golgi majmuasi u yerga tashlangan oziqlarni kerakli bo'lgan organlarga tarqatadi. Taqsimlaydi, tarqatadi, to'playdi. Golgi majmuasi plazmatik membranani doimo yangilab turadi. Bu ham bitta ma'lumot. Endi mitoxondriya. Mitoxondriya bu energiya stansiyasi hisoblanadi. Aynan nimada desa, hujayralarimizda energiya stansiyasi bu mitoxondriya hisoblanadi. Ikki qavat membranadan tashkil topgan. Tashqisi silliq, ichkisi esa kristallar borligi uchun dag'al bo'ladi, burmali bo'ladi ichkisi. Va burmalar bo'lishligining sababi u ichki yuzasini kengaytiradi, burmalar. Kristallarda aynan atiflar sintezlaydi. Energiya hosil bo'ladi. Bu yarim avtonom organoid hisoblanadi, ya'ni u o'zi ko'paya oladi. Sababi mitoxondriyaning ichida ham DNK ham RNK bo'ladi. RNKni sintezlaydigan ribosomalar ham aynan mitoxondriya ichida joylashgan bo'ladi. Endi qayda ko'p desa, bu muskul hujayralarimizda juda ham ko'plab joylashgan bo'ladi aynan mitoxondriya. Keyingisi plastidalar. Plastidalar bilan biz 6-sinfda tanishib chiqdik. Ular qanaqa bo'lishligini. 3 xil holatda bo'ladi. 3 xil holati ham keyinchalik oliy ta'limda 7 xil holatga, 7 xildan ham ko'proq holatlarga bo'linib ketadi. Biz hozir 3 xilni o'rgansak yetadi.
Leykoplast rangsiz bo'ladi. Ildiz va tugunaklarda, o'simlikda ozuqa to'playdigan qismlarda ko'plab bo'ladi. Ya'ni ozuqa moddalari zaxiralaydi o'ziga. Xloroplastlar esa yashil bo'ladi. U qaylarda bo'ladi deyilsa, yosh novdalar va barglarda joylashgan bo'ladi. O'simlikda fotosintez qilish xususiyatini amalga oshiradi aynan xloroplast. Endi xromoplast bu karotinoidlarga, turli xil pigment beradigan sariq, qizil, sariq pigmentlarga boy bo'ladi va o'simlikka rang beradi. Nimasiga? Mevalariga rang beradi, guliga rang beradi. Va shunaqa va bular bir-biriga aylana oladi. Keyingi ma'lumotimiz lizosoma, vakuola, sentriola va sitoskelet bilan tanishib chiqamiz. Lizosoma bu bir qavat membranali hujayra organoidi, ichida 40 ga yaqin gidrolitik fermentlar bo'ladi. Va bu gidrolitik ferment hisobiga aynan itbaliqning orqasida joylashgan dumi erib yo'qib ketadi. Ya'ni itbaliq o'zini dumini lizosoma tufayli eritib yo'q qiladi. O'zi lizis parchalamoq degani, soma tana degani. Tanani eritaman, parchalayman degan ma'noni bildiradi. Vakuola bu o'simliklarda osmotik bosim va turgor holatlikda beradi. Va bundan tashqari vakuolada kislotalar ko'p bo'lsa o'simlik nordon, ya'ni o'simlik emas, meva nordon bo'ladi. Agarda vakuola tarkibida uglevodlar ko'p bo'lsa, u meva shirin bo'ladi. Ya'ni sentriola va sitoskelet. Sentriola bu hujayra markazi deyiladi va ikkita perpendikulyar sentrioladan iborat bo'ladi. Sitoskelet esa mikronaychalar va tayanch oqsil tolalaridan iborat bo'ladi. Sitoskeletni oqsili bu tubulin oqsil hisoblanadi. Sitoskelet oqsili bu tubulin. Tubulin nimani oqsili desa, sitoskeletni deb turib bemalol ayta olasizlar. Organoidlarni bizda solishtirmasi. Bunda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Ikki membranali organoidlar bu mitoxondriya, plastidalar, 2 qavat. Bunda nimalar sintezlanishi? Bir membranali organoidlarga endoplazmatik tor, Golgi majmuasi, lizosoma, vakuola. Bular bir membranali. Membranasi yo'q bo'lganlariga hujayra markazi, sitoskelet va ribosoma. Mana shularni beryapti. Demak, biz yodlab olishimiz kerak. Va mavzuyimizni ushbu 4 ta savol bilan yakunlaymiz. Birinchi savolimiz: nima uchun o'simlik, bakteriya va ko'k yashil suvo'tlar hujayralarida fagositoz hodisasi amalga oshmaydi? Ana sizlarni o'ylantiradigan savol. Ikkinchisi: hujayraning qaysi organoidlari yarim avtonom hisoblanadi va nima uchun? Uchinchi savolimiz: hujayraning membranasiz organoidlari qaysilar va ularning vazifalari nimalardan iborat? To'rtinchi savolimiz: silliq va donador endoplazmatik tor sintez qiladigan moddalari qanday farqlanadi? Ya'ni o'zi silliq deb nima uchun aytiladi, donador deb nima uchun aytiladi? Mana shularning farqlarini kommentlarda kutib qolamiz. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, sog', omon bo'ling. O'rganayotgan ilmlarimizni Alloh bundan ziyoda qilsin.